Assalamu alaykum, hörmətli anlıqçılar. Bugün Kamal Hisamidinovning Momamning şifalıq dorileri degan kitabını o'qishni davomlashtiramiz. Bugungi tema Qizil qo'ltiq paqa. Qizil qo'ltiq paqa. Qizil qo'ltiq paqaning şifalıq xususiyati to'g'risida dastlab momam Maryamxondan, keyin boshqalardan ko'p anglagan edim. Hatta uni aralashtirib yasagan dorilarning xatarlik yel, yaralarga bemalol ta'sir qildiganligini anglaganman. Lekin uning tarkibida qizil qo'ltiq paqidan boshqa yana qanday narsalarning borligi esimdan chiqib ketibdi. O'ylab, hech xotiramga keltira olmadim. Nurg'un odamlardan so'radim. Sirini bergisi kelmadimi, bilmadim. Hech kimning aytib bergisi kelmadi. Ürümçi, Qashqar va Xotanda so'rag'inimda u yerlardagi tabiblar hayotda mundaq paqining turining borligini bilmaydigan bo'lib chiqdi. Qizil qo'ltiq paqi to'g'risida Uyg'ur tibobatchiligiga oid kitoblardami hech qanday ma'lumot yo'q. Masalan, 1980-yili Şinjan Xalq Sayya nashriyati tarafidan besib chiqarilgan Uyg'ur milliy tibobatchiligida ko'p qo'llanilgan dorilar nomli kitobning Paqqı babida bu hammaga ma'lumliq hasharotlarning biri bo'lib, nam yerlarda to'xtab qolgan sularda bo'ladi. Quruqliqning, daryoning, o'stangning paqisi deb 3 turga bo'lindi. Agar mutlaq paqa deyilsa, o'stang paqisini olamiz. Quruqliqning paqisi o'ltirgüch zaharlar qatoriga kirdi deb yozilgan. Berilgan rasmdagi paqimi qizil qo'ltiq paqa emas. Belki çarpaqıga o'xshaydi. Meningcha bo'lganda qizil qo'ltiq paqa asosan Şinjan Uyg'ur Abnum rayonining Ili viloyatida, Qozog'iston Jumhuriyatining Almata viloyatidagi Uyg'ur noyisining faqat daryoga yaqin joylarida uchrasa kerak. Chunki Toshkent, Bishkek atrofida yashovchi qarindoshlarimiz bu paqini Almatadagi qarindoshlaridan setib, elib ketib yuradi. Qizil qo'ltiq paqa to'g'risidagi ma'lumotlar ana shundoq. Endi uning ishlatishiga kelayli. Umuman paqa Şinjandagi Uyg'ur tibobatchiligida ko'p ishlatildi. Biroq ular ishlatgan paqa bilan qizil qo'ltiq paqining ishlatish usulida xeyli ko'p o'zgachiliklar bor. Ba'zida qizil qo'ltiq paqa to'laroq tomoq og'riqiga, tish og'riqiga chayqash uchun berildi. Uning uchun quritilgan paqa qaynatmasi berildi. Momam Maryamxon rahmati qo'li saynugi bo'lib, jinini qo'yarga yer topolmayotganlarga qandoqli bo'lmasin, paqini tutib, shu og'riq barmoqni paqining kayni yo'lidan tiqib o'ltirishni taklif qiladi. Shunday qilib o'ltirganda paqa ko'rkirab o'lib qoladi ekan. Chunki odam qo'lidagi og'riq zahiri paqaga o'tib ketsa kerak. Tomoq og'riqi, ya'ni anginani davolash uchun paqa qaynatmasidan tashqari paqa talqinini ishlatadi. Uning uchun quritilgan paqa temir havonchida so'qib, talqon qilinib, algakda tasqilib, qo'mish orqali tomoqqa purkiladi. Bugungi kunda hamma odamning madaniyati o'sib, har qanday ushshaq-tushshaq narsalardan jirginadigan bo'lib qoldik. Shunga men ilmiy tibobatchilikda ishlatib yurgan rezinga trubkadan cho'ka qatorliq narsalarni oldim. Uning bir uchini og'zimga tutib, paqa talqini qachilangan ikkinchi tarafini burnimga tutib po'ladim. Talqon burun teshig'idan o'tib tanglayga qo'ndi. Buni aksicha qilsam bo'ladi. Yana bir muhim narsa, Almatalik G'o'jaxon ismli tanishim ganigrim bo'lib operatsiyadan keyin uyiga chiqibdi deb angladim. Ko'ngli yaqin odamning holidan xabar olish bizning nihoyat yaxshi odatimizgu. Bemorning oldiga bordim. G'o'jaxon akaning o'ng puti boshmaltiqining dastlab bir ugisini operatsiya yo'li bilan kesib elib etibdi. Uyga chiqqandan keyin og'riq qaytadanla o'z aksiga kelib, farzandlari otasini doktorxonaga qaytadan elib beribdi. Bu og'riq
odamning tomirini bo'ylab yuqori mangdi deb tushundiribdi doktor. Vaqtida ikkinchi ugidan alay desa, terajab unimidingiz. Mana endi yana gapsiz. Oşuqdan tövenini elivətsіңizmi mən razı. Dedim qarang, ağrıq paylamay. Deydi Qocaxan aka. Əməliyyatdımı ağrıq cinimə nəhayət petibedi. Bu canğı xuddi bigizdək qadılıb ağırtıdığan nərsi işkən. Doktor təkşürüb, körüb, bəxtiniz bar işkən. Ağrıq xeli bolsumu yamanlaşıb ketmepti. İkinci ügüdən elivətsək, bəlkim ağrıqdan qutularsız, dedi. Razı bolmaslıqı ilacım qancha. Balalar aldıda bir gün bolsumu günning nurunu ko'rsam deydikensen. İkinci ügünümü elivetdi. Ağrıq dərhal toxtadı. Doktorxanadan chiqqıcha shunchalik yaxshi yurdim. Ağrıq ukulning kuchida besilib qılıvatamdı, tang bilmedim. Öyge kelib yana kuchaydi. Tangni öğre atqızdım. Meni doktorxanadan chiqibdi deb ağaynilar kirgan ekan, dardimni aytdim. Ular, adaş, palanchi qizil qo'ltiq poqining talqinini setib etibdi-dak, shuningdan bir chimdan aldırıp sepib ko'ramsankin, uni jarohatning suyini tortadi deydigan. Jining aram tepib qolsa ajab emas deb maslahat berdi. Balalarni darhol yuguratdim. Bir chimdimi 25 so'm ekan. Gap pulda emas. Lekin uka, səmingizdə shu bolsunki, qizil qo'ltiq poqini azroq bolsumu saqlab qo'ying. Sadağan ketay. Uni bir sepgandan keyinla og'riqni darhol to'xtatdi. Mana ko'ring. Yar 2 kundan beri obdallik etishib qoldi. Qo'jaxon aka poqining shapoitida 15 yildan oshiqroq hayot kechirdi. Biroq baqiy dunyoga gangren bilan emas, o'pka rakida ketdi. Poqining odam salomatligini asliga keltirishda qanchalik zo'r rol o'ynaydiganligini mushu misoldinmi ochiq ko'rish mumkin bo'lsa kerak. Yana bir misol. Bir kuni o'zimizning salomatlikni saqlash punktiga kirgan edim. Punktning boshlig'i Rus ayol meni to'xtatdi. "Kechirsiz, siz Uyg'urga deyman", dedi u. "Shundoq", dedim men. "Nima bo'ldi?" "Qarang, buningdan xeyli ilgari qizimning tamog'i og'rib, qilmagan dori qolmadi. Hech davolay olmadim. Bir kuni sizlarning xodim bilan so'zlashib qilib, u qizil qo'ltiq paqa kelib beribdi. Hozir shu qizimning balasining tamog'i og'rib qilib, boshni qatiryotidi. Heliqi kishi ko'rinmaydi. Paq so'ray dedim. Siz bir ilojini qila olamsiz?" Men bor bo'lsa 3 tal, bo'lmasa 1 tal tepib kelishga va'da berdim. Qarasam, uyda xeli bor ekan. 3 tal paqa opirib berdim. U ayol xo'shalliqida 100 so'm chiqaryotidi. Men pulga xijolat bo'layotgan odam emasman. Ishqilib, narisidining dardiga davo bo'lsin. Bu pulga mening nomimdan sovg'a topirib bering. Heliq ayolning xo'shalligini tasvirlab bera olmayman. Ya ishining, ya ishonmang maylingiz. Bu yerda o'z ko'zim bilan ko'rgan mundaq bir ahvolni so'zlab bergim kelyotidi. Almuta viloyatining Uyg'ur noyisida komandorubkada yurgan edim. O'ktabir kolxozga borganimda ilgari meni sirtdan biladigan bir kishi bilan uchrashib qoldim. U bir kecha mo'ngdishayli deb turib oldi. Tamoqdan keyin toza gapga kirishib ketgan edik. Uyga yong'ini qo'l yog'lig'i bilan tangan, chiroyida qon yo'q bir yigit kirib keldi. Uning chiroyidan tishining og'riyotganligi chiqib turadi. Ajab, doktorxonaga bormay, bu uyga kiribdi-ku deb o'yladim. Ya sahibxonning tish davolash yunuri bormi? Men hech narsa tushunmadim. Yigit mehmon hurmati levin oshmadi va sal turgandan keyin yenib chiqib ketdi. "Mush haqlarmi qiziq?" dedi sahibxon. Nadiki bir yo'q narsani so'rab, odamning beshini qotirdi. Bir omdan selayotgan parangimizning beliga tepib. Attiganligi turib, yuz ko'zimizni yuyib olsak, heliqi yigit yana kirib keldi. Qapoqlari o'ltirishib, yuzi hüppüt bo'lib ketibdi. Tang atqucha kirib qaqmagandek qiladi.
İçing ağrıсын aka, özüň bilsen. Menmi uşak balalyk adamman. Bir güni bolmasa bir güni hajatyňdan çykyp galarman. Ýok demäý, tügünçigiňni aktyryp görsäň, dep ýelindi o jawgaýlaryny kol ýaglygy bilen sürtgeç. Häriýet, dedi Saýypxan. Keyin o öýden bir halty götürüp çykdy. Ýok dese işenmäý, adamny hijalet kıldy ekensizler. Mana, aktyryp görey. O halty içideki tügünçeklerini bir-birläp ýeşip, nemidir bir närseni izdep awara. Menmi garap durman. Bir wagtda serängi dili çoňlugida gapgara bir närseni tapdy. Kel, bu ýerde oldur, dedi Saýypxan ýigitge. Buni şu agyrypatgan çişiňe besip oldur. Ýigit heliqi närseni çişligen peti jimjit ýerim saatkiçe olturdy. Peýdimpäý onuň çyraýyga kan ýügürüp, közlerige hayatlyk nişanysy ýügürüşke başlady. Ämdi öýüňge kirip uhla, dedi Saýypxan. Ýigit ornundan turup hoýladan çykyp ketdi. Lekin o keşgurullygy ýene kirip geldi. Çyraýyda läwlerdi külke. Aka, akşamdan buyan mehman aldyda aram bermegenligim üçin keçiriň. Kandak kılay? Çişimning agyrky jan-jenimden ötüp ketdi. Ätigen sizning öýüňizden çykyp, köz baglangyça uhlapdyman. Jenim tenimdili bolsa, sizning bu ýakşylygyňyzni 10 hessi kılıp gaýtyrman. Yigit çykyp ketdi. Men öý egesiге garadym. Kızıl koltuk pakydan ýazlygy çöp çepişge barganda, eli boýlardan bir ikkisini tutup äkilip taşlap goýatdym. Dep çüýençi berdi Saýypxan. Hijalet bolganlar äni şundak kirip durdy. Heliqi jigitniň täliği bar işken. Qaramamsyz. Bir putu bolsumy tepilip galdy. Yaxşı iş eken. Bunumu anlap öz gözüm bilen körginim yaxşı boldy, dedim men öz nöwetide. Yaxşynyň şapaýaty tegidi, ýamanyň kasapyty. Ýoly gelip kalsa, menmu birige savaplyk iş kılarman. Bugünkü aňlatışymyz muşu ýergiçe bolsun. Keyinki qıtımlyk aňlatışymyzda görüşeýli. Salamet bolun.